Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Madaddan 5 daqiqa loyihasini davom ettiramiz. Fuqaromizdan quyidagicha savol kelgan. Men 2-guruh nogironiman. Hozirgi kunda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlayman. Oyligim 1.700.000 so'mni tashkil etadi. Ish haqimdan 12% daromad solig'i ushlab qolinadi. Shu to'g'rimi? Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda mehnatga haq to'lash eng kam miqdori 1.271.000 so'mni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 380-moddasi 3-qismiga ko'ra, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 3 baravari, ya'ni 3.813.000 so'm doirasida soliqdan ozod etilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sizning 1.700.000 so'm miqdoridagi daromadingiz soliq solishdan ozod etiladi. Buning uchun tashkilotingizga nogironligingizni tasdiqlovchi guvohnomangizni taqdim etishingiz lozim va ana shu kundan boshlab daromad solig'i sizdan undirilmaydi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.